Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Biz do'stlar bilan birga Telegramda yangi kanal ochdik. Unda o'zim bepul darslar orqali matematikani barcha mavzulari bo'yicha video darslar yuklab boramiz. Masalalar, ularning yechilish usullari haqida. Bu kanalga qo'shilish uchun berilgan havola orqali o'tishingiz mumkin. Hozir yana bir ikkita masalalar qaraymiz. Demak, mana arctangens minus 11. Shuni qiymasini topish kerak. Bunga ko'pchilik qiynaladi. Nima qilamiz? Agar katangensni xossalarini esimizga olsak, katangensni davri, eng kichik umumiy davri bu pi. Ya'ni katangens ostidagi burchakka pi qo'shsak yoki 180 gradus qo'shsak, u hech qanday katangens qiymatini o'zgartirmaydi. Endi mana minus 11 turibdi. Pi bizda 3,14. 3,14 dan nechtasi? 11 ga juda ham yaqin. 4 tasi. Demak, biz bu yerda bemalol 4 pi ni qo'shib yuborishimiz mumkin. Unda arctangens minus 11 plus 4 pi bo'ladi. Endi katangensning qiymatlar sohasi, aniqrog'i arctangensning qiymatlar sohasi bizga kerak, chunki eng oxirgi funksiyamiz bizda arctangens. Arctangensning qiymatlar sohasi arctangens a bu 0 pi oraliqda. Lekin ikkalovini ham qabul qilmaydi. Endi mana bu qiymatimizni hisoblab ko'ramiz. 4 pi bu 12,56. 11 dan ayiramiz. 1,56. 1,56 radian. Agar buni 50 ga yetib 3 ga ko'paytirsak, 82 gradus atrofida 82 gradusdan kattaroq burchak bo'ladi. U esa 0 pi oralig'ida yotibdi, ya'ni birinchi chorak burchagi. Demak, buning qiymati bo'lar ekan 4 pi minus 11. Yana bitta masala qaraymiz. Mana a plus 1 barobar b plus 2 barobar c plus 3 barobar d plus 4 barobar a plus b plus c plus d plus 5 bo'lsa, a plus b plus c plus d ni topish kerak. Bu yerda bizda beradigan maslahatimiz belgilashni aqlli belgilash kerak. Ya'ni bizdan a plus b plus c plus d so'ralyapti. A plus b plus c plus d ning o'zi bevosita masalada ham qatnashyapti. Ana shu mana 5 ta ifoda hammasi bir-biriga teng. Shuning uchun ularning hammasini belgilab olamiz. Bizda a plus b plus c plus d x bo'ladi. Demak, 5 ta ifodaning qiymati x plus 5 bo'ladi. Birinchisi a plus 1 x plus 5 ga teng. Demak, a nechiga teng? 1 ni u tomonga o'tkazsak x plus 4. B necha bo'ladi? X plus 3. C necha bo'ladi? X plus 2. D esa x plus 1. Ana endi hammasiga 5 ni qo'shamiz. Demak, x plus 4, x plus 3, x plus 2, x plus 1 ni qo'shsak necha bo'ladi? 4x bo'ldi. Yana 10. Yana mana bu yerda belgilanmagan 5. Bu barobar x plus 5 ga. Demak, 5 lar yeyishib ketdi. 3x barobar minus 10 va biz izlayotgan x minus 10 taqsim 3 ekan. Mana shunday masala. Keyingi masalamiz endi mana ham trigonometrik, ham algebraik ifodalar qatnashgan tenglama. Chap tomonda modul turibdi. Endi o'ng tomoniga qarasak, xuddi chap tomondagi sonlar, o'zgaruvchilar takrorlangandek. Aslida ham shundaymi? Qarab ko'ramiz. Demak, mana bu yerdan qarasak, minusdan 1 plus kosinus pi ilzasida x minusdan x kvadrat minus 14x 15x plus 44. Mana qarashni ochib ko'ramiz. Minus 1, minus 44, minus 45 bor. Minus kosinus pi ildiz x bor. Minus x kvadrat bor. Plus 15x bor. Endi qachon modul ostidagi ifodani qarama-qarshisiga teng bo'ladi? Buning uchun modul ostidagi ifoda nomusbat, ya'ni 0 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Xuddi shunday ikkinchi modul ostidagi ifoda ham 0 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Demak, birinchi shartdan kosinus pi ilzasida x kichik yoki teng minus 1. Ikkinchi shartdan esa
x minus 4 ko'paytirilgan x minus 11 kichik yoki teng 0. Lekin kosinus minus 1 dan kichik bo'lolmaydi, faqat teng bo'lishi mumkin. Ya'ni kosinus pi ilizasida x teng minus 1 ga va ikkinchi shartdan x 4 dan katta yoki teng 11 dan kichik yoki teng. Ana endi bu tenglamani yechadigan bo'lsak, pi ilizasida x barobar pi plus 2pi k. Bu yerda k butun son. Ikkala tomonni ham pi ga bo'lib olsak, ildiz x barobar 1 plus 2k va x barobar 1 plus 2k ning kvadrati. K bunda butun son. Endi demak x qandaydir to'qsonning kvadrati ekan. 4 bilan 11 orasida to'qsonning kvadrati faqat 9 bor. Demak javob x barobar 9. Ana shunday masalalar, ularni yechilish usullari sodda qadamlar orqali yechim topishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanalimizga a'zo bo'ling.